Assalomu alaykum. Hozirgi darsimizda JavaScriptdagi o'zgaruvchilar va qiymat turlari haqida gaplashamiz. Papka tayyorlab qo'yganman. Uni VS Code dasturi orqali ochib olaman. Xo'sh, demak, menda HTML va CSS fayllar mavjud. Endi JavaScriptda ishlash uchun ham bitta alohida fayl yaratib olishim kerak. Xo'sh, demak, uni kengaytmasi JS bo'lishi kerak. Ya'ni faylimizni oxiri .js bilan tugashi kerak. Hmm. Nomini ahamiyati yo'q. Masalan, main.js, script.js, app.js, salom.js. Demak, ahamiyati yo'q. Odatda main.js deb nom beradi ko'pchilik dasturchilar yoki script yoki app. Ko'p foydalaniladigan nomlarni aytib o'tdim. Men hozir main.js deb nom bermoqchiman. Demak, main.js hech qanday bo'sh joy yo'q. Enterni bosaman, saqlanib bo'ladi, saqlandi. Endi HTML ga CSS ni link orqali bog'lardik bilamiz. HTML ga JavaScript ni bog'lab olishimiz kerak. Buning uchun body tagini ichida script degan tagdan foydalanamiz. Script 3 ta varianti bor. Mana shu 3-chi varianti kerak bizga. Script 2.source. Xo'sh, bu yerga o'zimiz sezib turgan bo'lsak kerak, JavaScript faylda nomini yozamiz. Main.js mana o'zi avtomatik chiqdi. Demak, JavaScript ulandi HTML ga. HTML ga ulansa bo'ldi. CSS da yozgan kodimiz ham ishlaydi. Ya'ni uchalasi bir-biriga bog'liq ravishda ishlaydi. HTML bilan CSS ulangan, chunki HTML bilan JavaScript ham ulangan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, JavaScript bilan CSS ni bir-biriga ulab o'tirishni hojati yo'q. Endi, xo'sh, bugun hozirgi darsimizda birinchi, demak, o'zgaruvchilar, ya'ni JavaScriptda eng boshidagi mavzulardan biri va o'zgaruvchilardan tashqari qiymat turlari haqida gaplashishimiz kerak. Xo'sh, men tavsiya beraman, ingliz tilini biladiganlar w3schools.com degan saytdan foydalanib o'rganishi mumkin. Yoki rus tilini biladiganlar htmlacademy.ru degan sayt bor. Xo'sh, xato yozdim ekan. HTML Academy deb qidiraylikchi. Mana htmlacademy.ru. Rus tilini biladiganlar mana shu saytdan foydalanib o'rganishi mumkin. Yoki ikkita tilni ham yaxshi bilmaydiganlar ChatGPT dan ham foydalanishi mumkin. Ya'ni mustaqil o'rganmoqchi bo'lganlar to'liqroq, ko'proq ma'lumot o'rganishi uchun ana shu saytlarni tavsiya qilaman men. Xo'sh, endi mana shu saytdan men ham foydalanaman hozir. Bu yerdan bizga mana variables degan joyi kerak. Mana. Xo'sh, demak, qisqacha bu yerdan ma'lumot olamiz. JavaScriptda demak let const degan kalit so'zlar bor. Mana shu so'zlardan foydalanib o'zgaruvchi hosil qilish mumkin. Oldin var orqali hosil qilingan, lekin hozir tavsiya qilinmaydi. Chunki 2015-yildan beri adashmasam, mana bu ikkalasi kiritilgan, shulardan foydalanish tavsiya qilinadi. Let ga o'tadigan bo'lsak mana. Demak, 2015-yilda let va var, let va const kalit so'zlari hosil qilingan, ya'ni JavaScriptga doimiy ravishda o'zgartirish kiritib boriladi. Yangi versiyalari chiqarib boriladi. 2015-yilda ES6 versiyasi chiqqanda let tanishtirilgan constdan. Shuning uchun zamonaviy JavaScriptda ishlayotganda vardan foydalanish tavsiya qilinmaydi. Let va constdan foydalanamiz. Xo'p, hozir men ikkalasini ham tushuntirib beraman, farqini ham tushuntirib beraman. Xo'sh, JavaScript faylga o'tamiz. Mana JavaScript faylga. Xo'p, let masalan son teng 5. Mana demak bu o'zgaruvchi hisoblanadi. O'zgaruvchi. Yoki let ism teng xo'sh Abdulhamid masalan. Demak, bu yerda son 5 degan qiymatni o'ziga saqlab oladi, ism Abdulhamid degan qiymatni o'ziga saqlab oladi. Mana shunday, demak, o'zgaruvchini vazifasi bironta qiymatni o'zida saqlab turish va kerak bo'lganda bizga ana shu qiymatni berish. Ya'ni xuddi qutiga o'xshatsak bo'ladi. Qutini ichiga biz masalan yig'ishtirganimizda biron joyda kerakli narsalarimizni solib qo'yamiz, to'g'rimi? Kerak bo'lganda shu qutini ochamiz-da, shu ichidagi narsalardan olib foydalanamiz. O'zgaruvchi xuddi shunga o'xshaydi deb tasavvur qilishimiz mumkin. Xo'sh. Endi demak const ham bor bizda. Const masalan, xo'p, manzil teng O'zbekiston.
Toshkent. Yoki mana o'zbekcha yozamiz mayli. O'zbekiston, tepada ham o'zbekcha yozdik. Toshkent. Xo'p, demak, const ham bizga o'zgaruvchi yaratishga yordam beradi. To'g'riroq o'zgarmas yaratishga yordam beradi o'zi. Matematika, fizikadan xabari borlar bo'lsa, konstanta degani umuman olganda shu so'zdan kelib chiqqan. O'zgarmas degan ma'noni bildiradi. Xo'sh, bu nima degani? Bu degani biz manzil teng termiz deyolmaymiz. Bu ishlamaydi, xato beradi. Shu berilgan qiymat o'zgartirib bo'linmaydi. Bu o'zgarmaydi. Const bilan biz agar oddiy o'zgaruvchi desak, shunday holat bo'ladi. O'zgarmaydi. Bitta ikkita holatlar bor o'zgaradigan. Funksiya, obyekt, massivda. Unga hozir ham to'xtalib ketamiz. Qisqa qilib tushunarli qilib aytadigan bo'lsak, const orqali yaratgan bo'lsak biz, mana bu o'zgaruvchini o'zgarmas desak ham bo'ladi. Bunga berilgan qiymatni biz boshqa o'zgartira olmaymiz. Mana shunday teng bunga deb ayta olmaymiz. Bu xato beradi. Bu xatolik keltirib chiqaradi JavaScript tizimi. Lekin let bilan yaratilgan bo'lsa, biz uni o'zgartirishimiz mumkin. Let son, let debman, let deyishim shart emas. Son teng 7. Bu ishlaydi. Son 5 ga teng edi, endi 7 ga teng bo'ladi. Bu ishlaydi. Ana shunda farqi let bilan constda. Uncha nima deydi, qiyin narsa emas bu. Oddiy, tushunib olish muammo bo'lmaydi menimcha. Xo'sh, endi qachon qaysi birini ishlatish kerak degan savol tug'iladi. Bunga to'xtalamiz. Xo'p, tasavvur qilaylik. Biz veb-sayt yaratyapmiz. Unda ro'yxatdan o'tadigan joy bor. Tushunarliroq qilish uchun shunday deyman. Biz foydalanuvchidan telefon raqamini so'rayapmiz. Let tell nam u raqamini kirityapti masalan. 998 11 222 33 44 masalan. Keyin u pasport seriyasini kirityapti, tasavvur qilaylik. Xo'sh, ID xo'sh, FF masalan shunday. Demak, biz mana buni const deganimiz ma'qulroq, chunki pasport seriya ancha vaqtda o'zgarmaydi deyarli, to'g'rimi? Nechadir yilda bir o'zgarishi mumkin. Telefon raqamida bo'lsa, o'zgarish ehtimoli katta. Endi bu bitta oddiy misol. Demak, o'zgarmaydigan ma'lumot bo'lsa, o'zgarish qiyin bo'lgan ma'lumot bo'lsa, keyin pastda adashib biz uni qayta ishlatib qo'yish ehtimolimiz bo'lsa, uni const bilan yaratganimiz ma'qul. Shunda id teng 6 deya olmaymiz. Bu xato beradi. Chunki tepada id ni boshqa narsaga tenglashtirganmiz. Agar u o'zgarib turadigan narsa bo'lsa, pastda ham o'zgartirishimiz kerak bo'lsa uni, doimiy o'zgarib turadigan ma'lumot bo'lsa, uni nima bilan yaratgan ma'qul? Let bilan. Ana shunday. Demak, vaziyatga qarab ikkalasidan bittasini ishlatishimiz mumkin. Xo'sh. Bu tushunarli. Endi mana bu yerda ham qo'shimcha ma'lumot bergan. Yana kirib o'qish ko'rishimiz mumkin. W3 Schools. Mana shu saytni tavsiya qilaman men. Xo'p. Endi bu yerda yana bitta ma'lumot bergan. Mana let masalan a teng 8, let a teng 5. Mana endi bizga xato beryapti JavaScript. Olib boraman. Nima deyapti? A ni qaytadan e'lon qila olmayman deyapti bu yerda. Bu blokda boshqa e'lon qila olmayman deyapti. Chunki biz a degan nomni nima qilganmiz? Bir marta ishlatganmiz. JavaScript уже yana bir marta o'zgaruvchi yaratyapti. Unga ham a deb nom beryapti deb tekshiryapti va bunga xato deb aytyapti bizga. Bunday qilish mumkin emas. Xato. Mana bunday qilish mumkin lekin. Mumkin. Demak, boya yozgan kodimda ma'nosi bu, men ikkita o'zgaruvchi yaratyapman, ikkalasini ham nomi bir xil deyapman. Bu xato. Bu holatda men bitta o'zgaruvchi yaratyapman, uni qiymatini o'zgartiryapman pastda. Bu boshqa holat. Mana shunday. Demak, ikki marta bir xil nom berish mumkin emas o'zgaruvchilarga JavaScriptda. Shu narsaga to'xtalyapti. Keyin shu yerda aytib ketgan, var bilan ishlayotganda bunday qilsang bo'ladi, deyapti. Ya'ni varda bu xato bermaydi, ishlab ketadi bu deyapti. Shuning uchun ham vardan foydalanish tavsiya qilinmaydi. Let yoki constdan foydalanish kerak. Xo'sh. Demak, tushunarli.
Endi const haqida gaplashamiz yana. Const ham boya aytdim. Mana bu yerda ham bitta zo'r misol bergan. Masalan, pi degan son bor bilamiz matematikada. U o'zgarmas qiymat. Mana shuni const deb saqlagan ma'qul deyapti. Chunki bu o'zgarmas qiymat. Shu qiymat turadi, o'zgarmaydi, to'g'rimi? Const bilan saqlaganing ma'qul deyapti. Mana shunday. Xo'sh. Keyin mana buni ham aytyapti. Sen birinchi yaratib, keyin qiymat bera olmaysan deyapti constda. Chunki yaratilayotgan vaqtda qiymat berish kerak constga. Ya'ni bu degani const x teng 7 desak bu to'g'ri, lekin const x teng 7 demay x o'zini yozsak va x teng 7 ni pastdan yozsak bu xato. O'zi xato beryapti mana. Constdan foydalanayotganingda unga boshida nom berishing, ya'ni boshida unga qiymat berishing kerak deyapti. Yaratayotganingda birdan qiymat berishing kerak deyapti umuman olganda. Ya'ni mana bunday qilishing kerak deyapti. Teng nimadir. Mana shunday deyapti. Shunday qilib ishlatishimiz mumkin. Const. Xo'p. Keyin mana qachon const ishlatish kerak? Massivlar uchun, obyektlar uchun, funksiyalar uchun, regex uchun ishlatish kerak. Mana bu uchalasiga ham to'xtalamiz hozir. Buning uchun alohida video qilaman. Regex uchun. Bu juda ham kerak narsa. Bunga keyinroq to'xtalish kerak. Bu alohida mavzu. Xo'p. Mana bularga ham har biriga alohida to'xtalib video qilaman. Yaxshi. Demak, mana bu ham xato deyapti. Ya'ni bir marta yaratdik, keyin uning qiymatini o'zgartirsak, bu xato beradi deyapti. Bu yerda massiv ko'rsatilgan. Mana shu narsa massiv deyiladi JavaScriptda. Massiv. Xo'p, keyin obyekt. Mana bu narsa obyekt deyiladi JavaScriptda. Obyekt. Xo'p, bo'ldi. Demak, let bilan const menimcha tushunarli. Endi JavaScriptda qiymat turlari haqida gaplashamiz. Qiymat turlari. JS types. Demak, JavaScriptda 8 ta data type, ya'ni qiymat turlari, ma'lumotlar turlari mavjud. String matnlar uchun, number sonlar uchun, begin bu ham sonlar uchun, faqat juda ham katta sonlar uchun. Juda ham katta sonlar uchun. Boolean bu mantiqiy qiymat, ya'ni mana bu yerda ham aytgan true yoki false. Ya'ni rost va yolg'on. Boolean mantiqiy qiymat. Buni demak ikkita qiymati bor, yo true yo false. Object bu obyekt, boya ko'rsatdim. Buni jingalak qavs ichidagi kalit va qiymatlar to'plami deb ta'rif beryapti mana bu yerda. Hozir unga yana to'xtalamiz. Undefined. Undefined bu o'zgaruvchi yaratganda unga qiymat bermasa, bu undefined bo'lib qoladi. Ya'ni qiymatsiz o'zgaruvchi desak ham bo'ladi. Qiymati yo'q o'zgaruvchi. Ya'ni let d dedim masalan. Teng hech narsa demadim, to'g'rimi? Demak, buni qiymati undefined bo'lib qoladi. Ya'ni qiymati yo'q. Undefined, qiymatlanmagan. Undefined shu narsa. Xo'sh, null. Bu bo'sh obyekt. Bo'sh obyekt bu. Bunga ham to'xtalamiz hozir. Symbol. Bu belgi. Belgi. Bu JavaScriptga keyinroq qo'shilgan. Aniq qachon qo'shilgan hozir ko'ramiz. JS symbol. When was it yoki introduced desak ham bo'ladi. Demak, bu ham qachon tanishtirilgan ekan? 2015-yilda. Demak, let const mana shu symbol hammasi 2015-yilda, ya'ni ES6 JavaScript mana shu versiyasida tanishtirilgan ekan. Yaxshi, endi bularni har biriga to'xtalamiz. Stringdan boshlaymiz. Let son teng 6 dedim, boya ham ko'rdik. 4. Bu son deyiladi. Adashdim, number. Hop, let ism teng son. Demak, bu nima deyiladi? String. String. Mana bu narsa comment. Comment izoh. Ya'ni bu izoh shunchaki ma'lumot beradi kod haqida. Bu ishlamaydi. Agar men buni olib tashlasam, bu izoh emas, kod deb o'ylaydi JavaScript. Agar men buni mana bu belgilarni orqasiga qo'ysam, JavaScript buni izoh, ya'ni comment deb o'ylaydi. Ya'ni bu ishlamaydi. Shunchaki ma'lumot. Xo'p, demak, bu number, bu string. Let xo'sh. Masalan, nima desak bo'ladi? Pul bormi masalan? Teng true. Bu demak nima? Boolean. Ya'ni mantiqiy qiymat. Yo true yo
false. Bu nima uchun kerakligini ham hozir tushuntirib beraman. Xo'sh, keyin nima bor edi? Begin. Bu juda ham katta son. JS begin deb qidirsak. Mana shu sayt ham juda ham foydali sayt. MDN web developer, ya'ni developer.mozilla.org. Mana shu saytdan ham ko'p narsa o'rgansa bo'ladi. Xo'sh, mana. Demak, mana shunga o'xshagan sonlar begin juda ham katta qiymatlar begin deb ataladi. Mana shular begin. Xo'sh, booleanni ko'rdik, object. Object haqida gaplashamiz hozir. Let masalan notebook teng mana. Obyekt mana shunday qavs orqali yaratiladi. Hop. Endi men buni ichiga masalan protsessor Intel Core i7 12700H. Virgül RAM ya'ni operativka. Masalan 16. SSD 512 virgül olib ketdi. Narx masalan price. Price taxminan $600. Keyin model. Asus VivoBook. Mana bu narsa nima deyiladi? Obyekt deyiladi. Mana bu yerdan komment yozib qo'yish mumkin. Object. Mana shu obyekt deyiladi. Ya'ni ta'rifiga e'tibor beramiz. A collection of key value pairs of data. Ya'ni key value, ya'ni kalit va qiymat juftliklaridan iborat bo'lgan ma'lumot ko'rinishi deyapti. Demak, mana bu narsa kalit deyiladi, SSD. Price, model, RAM, protsessor. Bular hammasi bu yoqda o'zbekcha, bu yoqda inglizcha ketib qolibdi, mayli. Narx inglizcha, o'zbekcha bo'lsin. Modelga model turaversin. RAMga tezkor xotira, mayli, RAM bo'lib tursinmi? Demak, mana bu protsessor, RAM, SSD, narx, model. Bular hammasi key deyiladi inglizchada. Key, ya'ni kalit. Xo'sh. Ikki nuqtani o'ng tomonida turganlar, bular nima deyiladi? Value, ya'ni qiymat. Inglizchada kalit va qiymat. Demak, haqiqatda ta'rif to'g'ri kelyapti. Kalit va qiymat juftliklaridan iborat bo'lgan ma'lumot turi. Kalit va qiymat, kalit va qiymat, kalit va qiymat shunday kelyapti. Mana shu narsa obyekt deyiladi. Keyin boya ko'rgandik, obyektni nima bilan yaratgan tavsiya qilinadi degan, const bilan yaratish tavsiya qilinadi degan. Const. Nima uchun desalaring, chunki notebook bu obyekt, ichida ko'p ma'lumot bor, bilamiz. Keyin biz adashib masalan yana notebook teng 6 deya olmaymiz endi. Chunki bu xato beradi. Biz chunki tepada nima qilganmiz? Const notebook deb уже boshqa o'zgaruvchiga nom berib bo'lganmiz. Mana bu ishlamaydi. Xato beradi. Chunki constni o'zgartirib bo'lmaydi. Lekin let qilib qo'ysak, notebook teng 6 bo'ladida, shuncha yozilgan ma'lumot nima bo'ladi? Yo'q bo'lib ketadi. Shuning uchun ham obyekt, massiv va funksiyalarni const orqali yaratish tavsiya qilinadi. Tushunarli? Xo'sh, endi obyektga to'xtaldik. Undefined. Undefined deb boya ham aytgandim. Let x. Bo'ldi, x qiymati hozir nimaga teng? Undefined ga teng. Null. Xo'sh, null ga to'xtaladigan bo'lsak, null ga qanday misol keltirsam bo'ladi? Demak, bu yerda o'zi null berib ko'rsatgan ekan. Men ham shuni mayli misol keltiraman. Xo'p, tasavvur qilaylik, biz savdo-sotiq veb-saytini yaratyapmiz. Unda biz telefon sotyapmiz masalan. Telefonda rangini, xarakteristikalarini tanladi, bilamiz. Keyin narx chiqib keladi, to'g'rimi? Xotirasini tanlaydi. Ana shu masalan biz o'zgaruvchi yaratdik. Font degan nullga tengladik yoki rang degan o'zgaruvchi yaratdik, uni nimaga tengladik? Nullga.
Bu degani rang degan o'zgaruvchi bor, uni qiymati hali berilmagan, ya'ni hali qiymati bo'sh. Keyinchalik uni qiymati nima qilinadi degani, tanlanadi degani. Soddaroq tushuntiradigan bo'lsam. Yana bular bo'yicha video qilamiz hali JavaScriptdagi boshqa mavzular bo'yicha. Ana shunda nalga yana duch kelamiz. Shunda yana to'liqroq tushuntirib o'tib ketaman. Hozircha mana shu misolda olib tursak bo'ladi. Keyin boya ko'rdik mana qidirganimda. Demak, o'zgaruvchiga null degan qiymat beryapti mana. Username degan o'zgaruvchi yaratyapti null. Ya'ni hozircha qiymati yo'q mana, ya'ni hozircha foydalanuvchi mavjud emas. Ro'yxatdan o'tgandan keyin mavjud bo'ladi. Ro'yxatdan o'tmagunicha uni qiymati nima bo'lib turadi? Null bo'lib turadi. Ya'ni bo'sh bo'lib turadi degan ma'noda aytyapti. Bu yoqda keyin boshqa misol ham beryapti. Endi bu yoqga to'xtalmay turamiz, murakkab bo'lib ketadi. Hozircha shu yetadi. Xo'sh, endi keyingisi simbol, belgi. Umuman olganda simbollar mana bunday qilib yaratiladi. Let esmi bironta nom beraman yoki belgimi deng, new symbol. Simbolning xususiyati shundaki, har safar new symbol deb biz uni ishga tushirganimizda u bizga har xil belgi yaratib beradi. Bu shifrlangan ko'rinishda bo'ladi. Bu masalan maxfiy o'zgaruvchi yaratayotganimizda klasslar bilan, ya'ni OOP bilan ishlayotganimizda bizga kerak bo'lishi mumkin JavaScriptda. Men OOP haqida video chiqarsam, bunga yana duch kelamiz. Hozircha shunday deb tushuntiramiz. Simbol. Umuman olganda shunchaki bu nimaligini bilib tursa yetadi hozircha boshlanishiga. Mana 8 ta qiymat turini hammasi haqida gaplashdik. Endi mana bu yerda berilgan misollarni ham ko'rib chiqamiz. Masalan, string, mana bu ikkalasini string deyapti. Bularni number deyapti. Mana bular big int deyapti, ya'ni juda ham katta raqamlar, sonlar. Boolean, mana true yoki false boolean deyapti, mantiqiy qiymat. Obyektga misol bergan mana. Keyin massiv, mana massivga misol bergan. Xo'sh, keyin sanaga ham misol bergan. Eng qizig'i mana bular uchalasi ham obyekt hisoblanadi. Shuni eslab qolamiz. Obyekt. Ya'ni sana ham, massiv ham aslida nima hisoblanadi? Obyekt hisoblanadi. Undefined mana x bilan y yaratildi, lekin qiymat berilmagan. Demak, ularning qiymati qanday bo'ladi? Undefined. Null mana, null o'zimiz qiymat berishimiz mumkin. Bu degani x bilan y qiymati bo'sh degani. Simbol mana. New qo'yish shart emas ekan. Adashdim. New qo'yish shart emas ekan. New qo'yib ham ishlatadigan holat bor lekin. Keyin type of haqida gaplashsak ham bo'ladi. Type of bu qanday turdaligini aniqlab beradi o'zgaruvchi. Ya'ni type of mana bo'sh qo'sh tirnoq qo'ysak nima deyapti? String. Uchalasi ham string, ya'ni matn. Type of shuni aniqlab beradi. Bularni son deydi mana. Son. Xo'p. Keyin yana bitta narsaga to'xtalib ketyapti. Yaxshi, juda ham foydali bu narsa. JavaScriptda ikkitalik yoki bittalik qo'sh tirnoq ishlatishning farqi yo'q deyapti. Ikkalasi ham ishlaydi deyapti. Mana shu narsaga to'xtalamiz. Xo'p. Ya'ni masalan tom. Mana shu tomni men xohlasam mana bunday qilib yaratishim mumkin. Bittalik qo'sh tirnoqchida. Yoki bunday qilib ham yaratishim mumkin. Yoki mana bunday qilib ham yaratishim mumkin. Mana bunday qo'sh tirnoq ham bor. Buni qayerdan chiqaramiz desak, klaviaturada chap tomonda yuqorida bilamiz ESC degan knopka bor. ESC tagida shu belgi bor umuman olganda. ESC tagidagi knopkani bossak shu belgi chiqib keladi. Tilda bor shu yerda, tilda belgisi ham joylashgan, ya'ni mana bu. Mana shu bilan bu bitta knopkada joylashgan umuman olganda. ESC tagida turadi. Buni ichida ham yozsa bo'ladi. Mana shuni foydasi ko'proq tegadi bizga hali kelajakda, buni ko'ramiz yana. Endi o'zbek tilida agar biz bironta narsa yaratayotgan bo'lsak, masalan, xo'sh, tog' bilan, masalan, tog'ni olaylik. Tog' yoki ism ekan. Ism bizda o harfi bor, g'i harfi bor bilamiz. G'ani degan ism yaratyapmiz, tasavvur qilaylik.
Bu yerda ikkitalik qo'sh tirnoq ishlatgan yaxshi, chunki mana bu bittalik qo'sh tirnoq hisobiga o'tib ketadi. Ikkitalik qo'sh tirnoqni ichiga yozsa hech narsa qilmaydi. Lekin agar biz bittalik qo'sh tirnoq qo'yib, keyin g'ani deb yozmoqchi bo'lsak, xato bo'ladi. Xato. Shuning uchun g'i, u harflari bilan o'zbek tilida nimadir qiymat saqlamoqchi bo'lsak, maslahatim mana ikkitalik qo'sh tirnoq yoki buni ham ishlatsa bo'ladi. G'ani. Ikkitalik qo'sh tirnoq yoki mana bu yonboshroq bo'lgan qo'sh tirnoq, tutuq belgisiga o'xshagan qo'sh tirnoq, shuni ishlatsak ham bo'ladi. Mana shunday. Demak, ikkitalik qo'sh tirnoq, bittalik qo'sh tirnoq, keyin bittalik qo'sh tirnoq sal qiyshaygan varianti bor JavaScriptda. Tushunarli qilib aytadigan bo'lsak. Uchalasi ham ishlaydi stringda. Shu haqida ma'lumot bergan ekanman. Xo'p, keyin mana shu yerda ham aytgan, masalan, ingliz tilida ham qisqartmalar bor-ku, it's all right deyapti. Demak, mana bu belgidan foydalanishingga to'g'ri kelib qolsa, yaxshisi ikkitalik qo'sh tirnoqdan foydalan deyapti. Yoki mana bunday qilib buni bittalik qo'sh tirnoqda chiqarmoqchi bo'lsang ham shu ikkitalik qo'sh tirnoqdan foydalan. Yoki teskarisi ham. Bittalik qo'sh tirnoqni ichiga ikkitalikni qo'yishing ham mumkin deyapti. Xo'p. Demak, bular ham number hisobiga o'tadi, sonlar. Kasr sonlar, ya'ni o'nli kasr. Bu ham son, number hisobiga o'tadi. Keyin mana bunday qilib ham yozsa bo'ladi deyapti. Orqali. Xo'p, ya'ni 5 degani bu 5 ta 0 degani ko'ryapmiz. 5 ta 0, ya'ni 20 ming, 30 ming, 40 mingga o'xshagan sonlarni mana shu ko'rinishda yozsa bo'ladi deyapti. Ya'ni masalan 40 3 desam, bu xuddi 4000 yozgandek gap. Chunki 3 degani 3 ta 0 deganidir u olganda. Shuni aytib o'tib ketyapti. Yoki minus bilan yozilsa bu naborot ana shu nollar o'ng tomonda emas, chap tomonda joylashgan degani. Xo'p, ya'ni masalan 1 2 3, ya'ni 1 2 3 4 5. 5 xona chapga yuryapti. To'g'rimi? 0 butun bo'lib ketyapti. Minus bilan yozilsa shunday bo'ladi. Tushunarli qilib aytadigan bo'lsam, minus boshqacha son yozaylik. 581 minus 3. Demak, bu qanday natija beradi? 0 butun 581 bo'ladi. Tushunarli? Agar 4 yozsam 1 2 3 4 yuradi. Bu degani 0 butun 0581 bo'ladi. Mana shunday ma'noni bildiradi. Shuni aytib o'tib ketyapti bizga. Xo'sh, exponential, ya'ni scientific notation deyiladi bu JavaScriptda. Keyin boolean aytyapti. Mana bunga o'xshagan tekshiruvlarning ham natijasi nima bo'ladi deyapti, boolean. Bu degani booleanlar, ya'ni true va false'lar bizga shart tekshirish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni ro'yxatdan o'tyapmiz, yoshi 10 dan katta bo'lsa ro'yxatdan o'tish kerak emas. Ana shu holatda mana bu yerga x katta yoki 10 qo'yiladi. Katta yoki teng 10 ham qo'ysa bo'ladi. Agar 10 dan katta bo'lsa true bo'ladi, 10 dan kichkina bo'lsa false bo'ladi. Mana shunday. Xo'p, demak katta, kichik yoki teng emas, tengmi degan belgilar bor JavaScriptda. Mana shularning qiymati har doim boolean bo'ladi, ya'ni true yoki false bo'ladi. Bu degani agar kartada pul bo'lsa, obunani puli yechilsin. Yoki uzun marketdan savdo qilyapmiz, tasavvur qilaylik. Agar kartada yetarli pul bo'lsa, tovarni puli kesilsin. Agar yetarli pul bo'lmasa, pulingiz yetmaydi degan xatolik chiqsin degan kod yozmoqchimiz masalan biz JavaScriptda. Ana shu holatda bizga boolean yordam beradi. Biz kartadagi pulni tovarlarni umumiy narxi bilan solishtirib ko'ramiz shunda. Ana shunda true natija chiqsa biz pulni kesamiz. Agar false natija chiqsa biz xatolik chiqaramiz. Demak, ikkita vaziyatdan bittasini tanlash kerak bo'lsa, foydalanuvchiga nimadir xabar chiqarish kerak yoki pulni kesish masalan. Ana shunga o'xshagan holatlarda true yoki false dan foydalaniladi. Ya'ni boolean degan qiymat turidan foydalaniladi. Bu juda ham ko'p kerak bo'ladi bizga JavaScriptda boolean, ya'ni true va false. Ingliz tilida shug'ullanadiganlar ham bo'ladi buni. Ingliz tilida masalan matn beradi. Shu matnning ichidan keyin savol beradi. Ya'ni, xo'p,
biz kursdoshlarimiz bilan tog'ga aylanishga chiqdik. Tog'da biz rasmga tushdik, ovqat qildik va hokazo. Keyin savol beradi pastda test. Ana shu matnni o'qigan bo'lsang javob ber. Ular tog'ga chiqib futbol o'ynadimi degan savol beradi. Keyin true false degan javob bo'ladi. Demak, bu holatda nima bo'ladi? False bo'ladi, to'g'rimi? Chunki matnda futbol haqida gapirilgani yo'q. Shunga o'xshash bo'lganda o'xshatish uchun aytib o'tib ketyapman. True false degani, demak shu vaziyat yo to'g'ri bo'ldi, yo noto'g'ri bo'ldi degani. To'g'ri bo'lsa bir ish qilindi, agar noto'g'ri bo'lsa boshqa ish qilinadi degan ma'noni bildiradi. Bu bo'yicha yana alohida video qilaman. Xo'sh. Undefined, mana bu undefined, tepada bularga to'xtaldik. Keyin mana shu saytda testlar ham bor. Testlar. Shuning uchun ham shu saytga kirib ingliz tilini biladiganlar bo'lsa shug'ullanishni tavsiya qilaman. Yoki qo'shimcha ma'lumot olmoqchi bo'lsak, bemalol ChatGPT, Grok, DeepSeek, Gemini, Google'da o'zini sun'iy intellekti. Hozir mana sun'iy intellekt zamoni. Shu imkoniyatdan foydalanish kerak. Sun'iy intellektdan biz nimalardir so'rab, tushunmagan narsalarimizni qo'shimcha o'rganishimiz kerak. Sun'iy intellektga qaram bo'lib qolmasligimiz kerak. Sun'iy intellektni biz boshqarib, undan foydalanishimiz kerak. Ana shunda biz yaxshi dasturchi bo'lishimiz mumkin. Hozir dasturchilar sun'iy intellektdan juda ko'p ishlarni qilishda foydalanyapti. Shuning uchun sun'iy intellekt bilan parallel ravishda ishlashni tavsiya qilaman. Xo'p, bugun o'rganadiganlarimiz shular. Endi JavaScript bo'yicha ko'proq mavzularni yoritib video qilishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat.